Hammaga bugun biza TikTokda, Instagramda mashhur bo'lgan baglar tekshirib ko'ramiz. Bu birinchisi. Mana shunaqa titan ustiga chiqib olsak bo'lar ekan. Titanda bunaqa antennalar juda ko'plikda yangillarda. Qani biz ham qilib ko'ramiz. Qanchalik o'xshar ekan. Orqada odam o'tyapti. Hozir boshqa joyga o'tib ko'ray, ko'rsa bo'lar. Hozir mana yumaloq qizil bo'lish kerak. Bo'lmasa bo'lmaydi ekan. Pastroqqa tushib olay, otmaydi shunda. Qani emas. Ana qizil bo'ldi hozir. Bo'lmayapti. Harku. Ana bo'ldi. Chiqib olsa bo'lar ekan. Hozir chekib olay, bo'lmasa personajimiz tushib ketadi. Bu bagimiz 100% o'xshar ekan. Sizlar ham ko'ringlar. U odam yuribdi. Krisavachcha. O'zini buyuk krisaman deb o'ylayapti. Aslida vektor turganini bilmayapti. Ha. Bu bagimiz 100% o'xshadi. Sizlar ham ko'ringlar. Bu aniq o'xshaygan. Like va obuna bosib qo'yish isdan chiqmasin. Yaqinda biz 100 ta bo'lamiz. Shuning uchun podpishka qilib turganlarga rahmat. Qani bo'lmasam ketdik. Bunaqa molotani bu yoqqa otish xato ekan. Bunaqa chiziqqa otsak nima bo'ladi? Uyni pastiga tushar ekan. Qani bo'lmasa tekshirib ko'ramiz bu bagni ham. Mana nog bo'lar ekan. Birinchi odamimiz turibdi bu yerda. Biz chiqib oldik-da, xuddi videoda ko'rsatilgandek. Shu joyga otyapmiz mana. Taxtaga otdik. Bu bag ham 100% o'xshadi. Qaranglar. 100% o'xshay ekan. Bu yoqqa otsak chachramaydi, qarab turinglar. Pastga tushmaydi. Ko'rganlaringizdek bu bagimiz ham 100% o'xshadi. Like va obuna bosib qo'yish isdan chiqmasin. Qani bo'lmasam ketdik. Mana shunaqa uch ketsa bo'lar ekan. Qani tekshirib ko'ramiz. Qani? O'xshayapti. Qanaqadir chiqqan narsa bor ekan. Ko'ringlarmi? Mana. Qaranglar-da, burchaklarda bo'rtib chiqib qolgan narsa bor ekan. Baydan sahrab mana yerda bekinib turgan odamni urib olsanglar ham bo'ladi, qara. Bunday otsak, o'xshaydi ekan. Bu bagimiz ham 100% o'xshadi. Qani bu yerga chiqib bo'larmikan, hozir ko'ramiz. Hozir ko'raychi. Yugurib kelib chiqib olsangiz bo'lar ekan.